Ekranga yaqinroq kelinglar, raspakovka qilamiz. Hamma beauty blogerlar va kosmetologlardan уже eshitib bo'lganmiz, что SPF siz ko'chaga umuman chiqish mumkin emas. Yozda ham, qishda ham, kuzda ham, bahorda ham. No agar chiqqan bo'lsak yoki ko'pchilik yuziga surtadi-yu, lekin tanasiga SPF surtish esidan chiqadi va shuni hisobiga har xil qizarishlar, qorayishlar va ojoglar olib, teri tushishlari paydo bo'ladi. Mana shunga men zo'r yechim topdim. Semlidan krem после загара tarkibida pantenoli bor va kokosovый maslo, E vitamini borligini hisobga qizarishlarni bittaga olib, srazu terini uspokаивать qilib, juda ham yaxshi foyda berar ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Va men kichkinaligimda juda ham o'zim orzu qilganman bu narsani, no bizning vaqtimizda faqat chet elda bo'lardi, rossiyskiy kanallarda ko'rsatardim. Lekin biz faqat yostiqlar bilan uycha qurardik. O'sha uchun o'g'limga mana bunaqa uycha zakaz qildik. Bu videoni montaj qilib qo'yganimcha, menimcha o'zi uychani yasagan bo'lamiz va mana bu yerda men rasmini qo'yaman. Va eng oxirgisi ortopediskiy kovrik. Biz o'zi Yusufga plaskostopiyasi uchun ham massaj, ham mana shunaqa kovrik yozib berdi. Bolachalarni melka motorikasini rivojlantirish uchun yoki plaskostopiyani как раз davolash uchun yoki oldini olish uchun har xil urug'lardan, moshlardan, shunaqa narsalardan foydalanib har xil narsalar yasaladi. Bunaqa kovriklar esa o'sha narsalarni tayyori qilingani. Agar narsalarni birortasi sizni qiziqtirgan bo'lsa, hammasini artikuli va ssilkasini описаниеda yozib qoldiraman. Obuna bo'ling.